Assalomu alaykum. Hozirda bugun siz bilan Regis Online funksiyalarini va ishlashini ko'rib chiqamiz. Regis Online bu brauzerning versiya Regis bo'ladi bizada. Regis.online shu sayti orqali kirib registratsiya qilishingiz mumkin bo'ladi. Любой notebook, telefon, kompyuter, xohlagan qurilma orqali kirishingiz mumkin bo'ladi. iPhone va Google Play ilovasi uchun yuklab olishingiz ham mumkin. Regis Online'da Store Management, ya'ni prihod kompyuterimiz uchun programmadagi hamma funksiyalar bor. Hamma ishlash qurilmalari shu yerda bo'ladi. Bundan tashqari, mana shu ombor, hisobotlar, ma'lumotlar, bundan tashqari asosiy strensasi bilan sotuvlar ro'yxatiga o'tish joylari bo'ladi bizda. Ko'rib turganingizdek, ma'lumotnomalar, nomenklatura. Bu yerda tovarlarimizning polni nomenklaturasini ko'rib chiqishimiz mumkin. Uning nomlanishi bilan, guruhlar bilan, shtrix kod, narxlari va statkalarni ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari, shu prihod kompyuteridagi kirimlarni ham ombordan qilishimiz mumkin. Xaridlardan kirib, tovardan qo'shib, uni narx va miqdorini aytishimiz mumkin deydi. Hamda undan tashqari hisobotlarga kirib, biz xohlagan hisobotimizni hozirgi paytda o'zida chiqarishimiz mumkin. Hisobotida bizning отчетlarimizni hamma Regis Online'ga kirganda ko'rish mumkin. Ya'ni sizda boshlig'ingiz yoki xodingiz отчетni so'rab qoldilar. Shu paytning o'zida telefondan ochib, yangi hisobotni chiqarishingiz mumkin. Shu yerdagi hisobotlar hamma qurilmalarda ko'rinadigan bo'ladi sizda. Va Regis Online'da boshqa programmalarda chiqmaydigan asosiy bo'limi bo'ladi. Asosiy bo'lim hamma uchun qulay joy bo'ladi. Chunki bu yerda hamda korxona, ham omborlarni tanlash mumkin. Bundan tashqari, batafsil bizda diagramma bilan hamma statistika ko'rsatiladi. Kirimlar, sotuvlar va qaytarishlarning statistikasi chiqadi. Bundan tashqari, tarifni kontroli, sizda yana sellar, ya'ni maqsad qo'yish, to'lovlar statistikasi, qaysi to'lov yo'li bizda ko'proq ishlatilyapti va qancha qiymat olib kelyapti. Hammasi diagram orqali chiqadi va sotuv faolligi orqali biz ko'rishimiz mumkin. Qaysi hafta kunlari va soatlarida ko'proq sotuvlar ketyapti bizda. Bundan tashqari, biz o'zimizning xodimlarimizni ham ish faoliyatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni qaysi xodimlarimiz ko'proq savdo qilyapti va yaxshiroq ishlayotganligini. Shu imkoniyatlardan tashqari, Regis Online bizda o'zbek tilida ham, rus tilida ham va ingliz tilida, boshqa tillarda ham ishlashi mumkin. Va eng asosiy Regis Online'ning afzalligi, siz hamda prihod qilib turib, hamda sotuvlarni qilishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni telefoningizga yuklab olib, kirimlarni bozordan qiladigan bo'lsangiz, bozordan yurib telefonga shu kirimlarni kiritib yurishingiz mumkin bo'ladi. Sразу shu bozorning o'zida. Va sotuvlar ro'yxatiga o'tishda bizda kassa bo'ladi va kassa orqali sotuvlarni o'tkazishimiz mumkin. Va shu yerda ko'rib turganingizdek, bu tovarni o'rib, masalan, sherisligimiz shuni bir nechtasini tanlab olishimiz mumkin, olib tashlashimiz mumkin va oplata qo'yib, uni to'lovini qo'yishimiz ham mumkin. Masalan, plastik karta deymiz va zakrit chek. Bizda sразу же chekni ko'rinishi chiqib keladi. Va undan tashqari, Regis Online nafaqat mana shu to'lovlarni qilish uchun, kirimlar, hisobotlar, undan tashqari akkauntingizni oliy abonent to'lovini ham o'tkazish uchun yordam beradi. Shu yerda akkauntimizga kirib, personalniy kabinetda akkauntimizda turadi. Bu qaysi oygacha to'langan va to'lovni qilish kerak bo'lsa, platejida пополнить balans qo'yishimiz mumkin. Shu yerda summasini kiritib, masalan, 30 ming so'm. Оплатить. Bizda Payme va Click ilovalariga sразу ссылка chiqib keladi va ular orqali biz to'lov qilishimiz mumkin bo'ladi. Regis uchun oylik abonent to'lovini.
E'tiboringiz uchun rahmat. Agar shunday Regis Online funksionali bilan programmasi kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilasiz.